Buxoro viloyati olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi. Bu yerda sportning 26 ta turi bo'yicha mashg'ulotlar, ta'lim jarayonlari olib boriladi. Bugungi dasturimiz davomida ayni muassasada amalga oshirilayotgan islohotlar, yangiliklar xususida so'z yuritamiz. Markaz hududi 4-7 gektarni tashkil etib, sport komplekslari, o'quv binosi va 3 ta alohida bino yotoqxonadan iborat. O'quv binosi sig'imi 720 o'rinli 3 qavatdan tashkil topgan. Ayni maskandan o'z vaqtida Fazliddin G'oyibnazarov, Shahobiddin Zoirov, Sherzod Namozov singari olimpiya va paralimpiya chempionlari hamda Shahram G'iyosov kabi sovrindorlar yetishib chiqqan. Sport kompleksida 11 ta sport zal, xususan kurash zali, erkin kurash, taekvondo, WT, boks, og'ir atletika, dzyudo, badiiy gimnastika, sport o'yinlari, kamondan otish, yunon rum va karate zali hamda bitta suzish havzasi mavjud. Avvallari bu yerda ta'lim jarayonida faqat olimpiya sport turlari bilan cheklangan. Davlatimiz rahbarining 2021-yil 5-noyabrdagi sport ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 30-dekabrdagi olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida markaz faoliyati yangitdan tashkil etildi. Unga ko'ra muassasada para sport turlari ham tashkil qilindi. O'quvchilarning ota-onalari uchun belgilangan to'lov bekor qilindi. 2022-yil 30-dekabrdagi shu 771 Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Olimpiya zaxiralar kollej nomi Olimpiya va paralimpiya sport turlari tayyorlash markazi nomiga o'zgartirildi. Kollej vaqtiga sportchilardan pullik yig'im bor edi. Ota-onalar yig'imi bor edi. Bu narsa olib tashlandi. To'liq hozir davlatimiz rahbari tomonidan bepul sportchilarga imkoniyatlar yaratib berildi. 4 mahalla ovqat, o'qishi, yotog'i, sport bilan shug'ullanishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berildi. Shu 2-3 yillikni oladigan bo'lsak, mana yaqin 3 yillikni oladigan bo'lsak, 2023-yildan 250 o'rinlik yangi ovqatlanish oshxona yangi barpo qilib, sportchilar uchun topshirildi. 2023-yilning yana o'zida 100 o'rinlik yotoqxonamiz achinarli ahvolda kelib qolgan edi. Sharoitlar yaxshi emasdi sportchilar uchun. U kapital ta'mirlandi. Shu tariqa bugun maskan iste'dodli bolalarni tanlash va professional sportchilarni tayyorlash bo'yicha uzluksiz tizimda o'z ishini davom ettirmoqda. Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, zamonaviy sport infratuzilmasini yaratish, ilg'or tajribalarni joriy etish hamda xalqaro musobaqalarda munosib ishtirok etish uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Paralimpiya sport turiga e'tibor kuchaytirilib, nogironligi bo'lgan sportchilar uchun maxsus trenajyorlar va ta'lim dasturlari asosida ishlar yo'lga qo'yildi. Ro'y bergan o'zgarishlar natijalarda o'zini namoyon etmoqda. 2023-yil markaz o'quvchilari O'zbekiston terma jamoalari safida 108 kishini tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil bu ko'rsatkich 122 kishiga yetgan. 2025-yilda terma jamoalar safida markaz o'quvchilarining soni 135 tani tashkil etdi. Ya'ni o'sish yaqqol sezilmoqda. Buxoro olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida 26 ta sport turi mavjud bo'lib, jami 72 nafar murabbiy faoliyat yuritadi. 2025-yilda qo'lga kiritilgan yutuqlar natijasiga ko'ra markaz tarbiyalanuvchilari O'zbekiston chempionati va kubogida ishtirok etib, umumiy 181 medal qo'lga kiritishgan. Ulardan 38 nafar sportchi oltin medallarga sazovor bo'lgan. 59 tasi kumush va 84 ta sportchi bronza medalni qo'lga kiritgan. ...2025-yilda markaz faoliyatida qator muhim voqealar ro'y berdi. Xususan, qilichbozlik sport turi uchun yangi zamonaviy sport zali qurib bitkazildi. Yangi bino xalqaro standartlarga mos tarzda jihozlangan. Unda maxsus qoplamali yo'laklar, elektron hisoblash tizimlari, zamonaviy yoritish va shamollatish tizimi o'rnatilgan. Bugungi kunda mana shu qilichbozlik sporti bilan bizda umumiy 20 ta o'quvchi sportchilar shug'ullanadi. Shundan 3 tasi imkoniyati cheklangan sportchilar hisoblanadi. 771 Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan Olimpiya paralimpiya sportlar tayyorlash markazi nomiga 2022-yil 30-dekabrda nomi o'zgartirilgan. Shundan keyin imkoniyati cheklangan sportchilarni ham markazda jalb qilib mashg'ulot olib borishyapti. Shunga asosan mana shu qilichbozlik sportida ham hozir 17 ta olimpiya yo'nalishi bo'lsa, 3 ta sportchimiz paralimpiya yo'nalishida mashg'ulotlarni shu yerda tashkil qilingan bularga. 2025-yil 4-yarmida davlat rahbarimizning topshiriqlariga asosan hamma o'sha barcha markazlarda
inventarlarni yetkazib berish topshiriq berilgan. Shunga bizda hozir qilichbozlik sporti, erkin kurash, dzyudo, tekvando sportlariga yangi zamonaviy 650 million so'mlik inventarlar taqdim qilishdi bizda. Shunga qarab sportchilarimiz o'zi yangi o'sha zamonaviy inventarlar bilan shug'ullanishib kelishmoqda. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, mazkur zal nafaqat sport maktabi tarbiyalanuvchilari, balki shahar va viloyat miqyosidagi musobaqalarni o'tkazish uchun ham qulay imkoniyatlar yaratdi. Bu esa ayni sport turining ommalashuvi va natijalarining yanada yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Yaratilgan sharoitlar yosh qilichbozlarning mahoratini oshirish, mashg'ulotlar sifatini yaxshilash hamda olimpiya va paralimpiya zaxirasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Avvallari sharoitsiz joylarda mashg'ulot o'tagan yoshlar bugun shinam, issiq zalda shug'ullanmoqda. 2 karra Osiyo chempioni, 2 karra Jahon Kubok sovrindoriman. Oldinlari bizning zalimiz zamonaviy emas edi. 2025-yilda bizda yangi zal, zamonaviy zal qurib berildi. Zalimiz issiq, zamonaviy, hamma shart-sharoitlar yaratib berilgan. Hozirda mazza qilib shug'ullanib kelyapmiz. Oldingi shug'ullanadigan zalimiz juda kichkina edi. Unda 2 ta doroshka bo'lsa, hozir bu yangi zamonaviy zalimizda 8 ta doroshka bor. Kelajakda yurtimiz bayrog'ini jahon arenalarga ko'tarishga bor kuchimizni sarflaymiz. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan sportga bo'lgan yuksak e'tibor o'laroq mana bizga mana shunaqa zal qurib berildi. Agar solishtiradigan bo'lsak, eski zalimiz bilan, eski zalimiz bu manejni balkonida edi. Ya'ni talabga javob bermaydigan, tor, past joyda edi. Qishda juda sovuq, yozda juda issiq edi. Ana bizga 25-yil dekabr oyida mana bu chiroyli bir zalni topshirdilar. Bundan oldingi zalimiz past va yorug'ligi yetishmasdi. Ana bu yerda juda baland ham yorug'lik talabga javob beradigan darajada zal bo'ldi. Bolalarimiz juda xursand bo'ldi. Buni orqasidan bu zalning orqasidan ota-onalar hamda bolalar endi sekin-sekin asta do'stlarini tortishni boshladi. Chunki sharoit yaxshi, borib do'stlarning orasida zalini maqtangandan keyin bolalar kelib ko'rishni boshladi. Bu bizga juda katta turtki bo'ladi. Yangi urovendagi sportchilarni yetishib olish uchun bizga juda yaxshi material bo'ladi. Ota-onalar, trenerlar juda hammalari juda katta xursandchilik bilan qabul qilib olishdi bu narsani. Bu nafaqat endi sharoit zo'r bo'ldi. Bu sharoitdan tashqari bu katta mas'uliyat yuklaydi trenerlarga. Chunki bunaqa sharoitdan keyin biz ham shunga yarasha natijalarni ko'rsatishimiz kerak. Niyatimiz bor 26-yil, 25-yildan ko'ra yaxshiroq natijalarga erishish. Nafaqat O'zbekiston o'rtasida xalqaro arenalarga chiqib, yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarish. Shu kungacha erishgan natijalarimizni o'yladigan bo'lsak, Osiyo Kubogi, Jahon Kubogi sovrindori, yaqinda 25-yil Malayziyada bo'lib o'tgan U23 Osiyo chempionatida 3 ta sportchimiz oltin medalga sazovor bo'lishdi. Endi 26-yil bizda hozir Osiyo chempionati kutib turibdi. Iordaniya davlatida bo'lib o'tadi. Keyin Jahon chempionati hamda Jahon Kubogi etaplarimiz bor. Yangi sport inshootining foydalanishga topshirilishi, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sportga bo'lgan qiziqishni oshirish va kelgusida nufuzli musobaqalarda yurtimiz sharafini himoya qiladigan sportchilarni yetishtirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri sifatida baholanmoqda. Shuningdek, yengil konstruksiya asosida zamonaviy, barcha qulayliklarga ega kamondan otish zali ham qurib bitkazilib foydalanishga topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Milliy olimpiya qo'mitasi tomonidan sport jihozlari yetkazib berildi.
Davlatimiz rahbarining 2023-yil 25-dekabrdagi 404-sonli qarorlariga muvofiq Buxoro Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi hududida kamondan otish sport zali qurilish ishlari boshlandi. 2024-yilga kelib zal to'liq ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Bugungi kunda ushbu majmuada 100 ga yaqin yigit-qizlar mashg'ulotlar olib borishmoqda. Undan tashqari mazkur majmuada bir qator musobaqalar ham o'tkaziladi va viloyat bosqichida saralangan sportchilarimiz respublika bosqichida viloyatimiz sharafini munosib himoya qilib kelishmoqda. Buxoro Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi hududida barpo etilgan ushbu inshoot kamondan otish bo'yicha shug'ullanuvchi sportchilar uchun barcha zarur sharoitlar bilan ta'minlangan. Yangi zalda xavfsizlik talablariga to'liq javob beradigan mashg'ulot maydonlari, zamonaviy jihozlar hamda sportchilar uchun qulay infratuzilma yaratilgan. Bu esa kamondan otish sport turini rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni saralash va ularni yuqori natijalarga tayyorlashga xizmat qilishi kutilmoqda. Kamondan o'qitish sport turi bo'yicha shug'ullanib kelyapman. 1,5-2 yildan beri. Bizda hozirgi kunda juda yaxshi shart-sharoitlar qilib berishyapti. Shunaqa bazamiz bor. Kattakon rahmat. Bizning eski zalimizda ochiq havoda stadion edi. Qishni yomg'irida, qorida otolmasdik, shug'ullanamasdik, yozni issig'ida umuman shug'ullanamasdik. Hozirgi kunda juda yaxshi shart-sharoitlar qilib berishyapti. Shu uchun natijalarimiz ancha yaxshi, yuqori. O'zim terma jamoa a'zosiman. 2025-yilda Toshkent viloyat Chirchiq shahrida tashkil etilgan O'zbekiston chempionati kamondan o'q otishda 2-, 3-chi o'rinlarni qo'lga kiritdim. Buxoro jamoa a'zosi, trenerlarimiz hamma qizg'in tayyorgarlikda. Davlatimizga, prezidentimizga e'tiborlari uchun kattakon rahmat. Maqsadimiz asosiy bizni O'zbekiston terma jamoasiga sportchilarni yetkazib berish asosiy maqsadimiz. Shunda biz 2022-yilda terma jamoamizga 108 nafar sportchi yetkazib berganmiz. 2023-yilda 122 nafar sportchi. 2024-yilda 135 nafar sportchini yetkazib berganmiz. 2025-yilda 140 nafar, ya'ni 5%ni tashkil qilganmiz mana kontingentimiz bilan birgalikda. Kelgusida mana shu sportchilarimizni mana yaqinda bo'lib o'tadigan prezident olimpiadasiga tayyorgarlik bosqichlarini olib boryapmiz. Bu mobaynida 13 ta olimpiya paralimpiya sport turlari tayyorlash markazlari bilan qo'shma memorandum tuzilgan. Markazimizda ular borib o'quv yig'in mashg'ulotlarini tashib kelishmoqda. Prezident olimpiadasi biz uchun juda kerakli musobaqa bo'lib, biz o'zimizning markazdan 78 nafar sportchini prezident olimpiadasiga olib borib, viloyatlar jamoalar o'rtasida 4-o'rinni egalladik. Bu biz uchun ertaga keyingi bo'ladigan prezident olimpiadasiga tayyorgarligimiz uchun juda mas'uliyatimizni oshirdi. Chunki ertaga bizning markaz bolalari bitta prezident olimpiadasidan to olimpiadagacha bo'lgan yo'lni bosib o'tishlari uchun bizga juda kerakli musobaqa deb o'ylayman. Davlat tomonidan berilayotgan e'tibor bizni bolalarimizga 4 mahal issiq ovqat, birinchi o'rinda yotoq, issiq joylar, sport inventarlari vaqtida yetkazib berilyapti. Biz bu bizga berilayotgan e'tibor orqali va'da bera olamiz, kelgusi olimpiada chempionlariga Buxoro markazining sportchilarini tayyorlashga hamda o'shalarning ishtirokini ta'minlashga va'da beramiz. Markazda dzyudo mashg'ulotlari ham tizimli va yuqori saviyada tashkil etilgan. Sportchilar zamonaviy talablarga javob beradigan zalda, maxsus ta'minlar bilan jihozlangan maydonda shug'ullanadi. Shuni ta'kidlash joizki, mashg'ulotlarni olib borayotgan murabbiy Sherzod Namozov 2 karra paralimpiya chempioni sanaladi. Uning boy sport tajribasi va yuksak natijalari yosh dzyudochilar uchun katta motivatsiya bo'lib xizmat qilmoqda. Men o'zim ham shu Buxoro Olimpiya va Paralimpiya markazida tahsil olganman. Hozir kecha kunduzda shu markazda dzyudo yo'nalishida murabbiylik faoliyatini olib boryapman. Qo'l ostimda juda ko'p tajribali dzyudochilar, yosh dzyudochilar tayyorlayapmiz. Dzyudo yo'nalishini, sharoitlarini o'zingiz ko'rib turibsiz. Muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana bizga juda yaxshi sharoitlar yaratib berishgan. Bu sportchilar uchun juda katta motivatsiya.
jahon standartlariga mos dzyudo zalimiz. Mana o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz, bolalar maza qilib shug'ullanishyapti. Bizda juda ko'p O'zbekiston chempionlari, Osiyo chempionlari, jahon chempionati sovrindorlari, MDH o'yinlari g'oliblari mana shu zaldan yetishtirib chiqyapmiz. Xudo xohlasa, ulardan shu olimpiada o'yinlarida ishtirok etib, shu olimpiada o'yinlarining medalini kutyapmiz ulardan. Hozir oldimizda 2026-yil Osiyo o'yinlari turibdi. Mana shu Osiyo o'yinlarida 4-5 ta sportchilarimiz tayyorlanyapti. Har bitta sportchimiz shu oltin medaliga da'vogar bo'lib turibdi. O'sha sportchilarimizni o'sha Osiyo o'yinlarigacha bosqichma-bosqich tayyorlab, o'sha o'zimiz ko'zlagan maqsadga erishish. Ko'plab davlatlarda o'quv yig'in mashg'ulotlarida va musobaqalarda bo'lamiz. Mana ular bilan o'zimizni solishtiradigan bo'lsak, biz ulardan qolishadigan joyimiz yo'q. Sharoitlarimiz ham, murabbiylarimiz ham, hamma sharoitlar yetarli. Mana o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz, dzyudo zalimiz jahon standartlariga mos. Qishda issiq, yozda salqin. Bolalarimiz maza qilib shug'ullanishyapti. Bulardan umidimiz katta. Chempion murabbiy rahbarligida olib borilayotgan mashg'ulotlar sportchilarda nafaqat texnik va jismoniy tayyorgarlikni, balki irodaviy sifatlar va musobaqaviy ruhni shakllantirishga ham qaratilgan. Bu esa markazda dzyudo sport turining yanada rivojlanishiga mustahkam zamin yaratmoqda. Yaratilgan sharoitlar dzyudo bo'yicha respublika va xalqaro musobaqalarda munosib ishtirok etadigan sportchilarni tayyorlash, ushbu sport turining ommaviyligini oshirish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qilmoqda. 8 yildan beri dzyudo sport turi bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Shu kunga qadar 2 karra O'zbekiston chempioni bo'ldim. 2025-yilda o'tkazilgan Navoiy viloyatida O'zbekiston chempionatida faxrli birinchi o'rinni egalladim. Shuningdek, Xorazm viloyatida o'tkazilgan O'zbekiston chempionatida faxrli birinchi o'rinni egalladim. Kelajakdagi maqsadlarim olimpiada chempioni bo'lish, Sherzod Namozov qatorida yetuk dzyudochi bo'lib yetish. Xalqaro arenalarda O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarishni niyat qilaman. Kelajakda bu yoshlar orasidan Olimpiya va Paralimpiya chempionlari yetishib chiqishiga ishonamiz. Shuningdek, markazda zamonaviy basseyn ham faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu suzish inshooti sportchilar uchun sog'lomlashtirish va tiklanish jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Basseynda mashg'ulotlar va reabilitatsiya ishlari sanitariya gigiyena talablariga to'liq rioya etilgan holda tashkil etilgan. Suv mashqlari sportchilarning umumiy jismoniy holatini yaxshilash, mushaklarni bo'shashtirish va yuklamalardan so'ng tezkor tiklanishni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Markazda boks mashg'ulotlari ham muntazam va tizimli ravishda olib borilayotganining guvohi bo'ldik. Bokschilar zamonaviy ring, zarba qoplari, himoya vositalari va jismoniy tayyorgarlik uskunalari bilan jihozlangan zalda shug'ullanmoqda. Mashg'ulotlar sportchilarning texnik-taktik mahoratini oshirish, kuch va chidamlilikni rivojlantirish hamda musobaqalarga puxta tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan. Markazda og'ir atletika mashg'ulotlari ham yuqori saviyada tashkil etilgan. Zal shtangalar, trenajyorlar va xavfsizlik talablariga mos jihozlar bilan ta'minlangan. Mashg'ulotlar sportchilarning kuch, texnika va umumiy jismoniy tayyorgarligini bosqichma-bosqich oshirishga qaratilgan. Yaratilgan sharoitlar iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularni professional darajada tayyorlash hamda respublika va xalqaro musobaqalar uchun zaxira sportchilarni yetishtirish imkonini bermoqda.
Markaz tibbiyot xonasi ham 2025-yilda zamonaviy uskunalar bilan ta'minlandi. Endilikda avval poliklinikaga borishga majbur bo'lgan yosh sportchilar tekshiruv va davolanish jarayonlarini bevosita markazning o'zida o'tkazish imkoniga ega bo'ldi. Tibbiyot xonasida jami 6 ta zamonaviy apparat o'rnatilgan bo'lib, ular orasida lazeraterapiya, magnitoterapiya va rentgen kabi diagnostika va davolash vositalari mavjud. Bu sportchilarning tezkor tiklanishi, jarohatlarni oldini olish va umumiy sog'lomlikni yaxshilashga xizmat qiladi. Olimpiya va Paralimpiya sportga tayyorlash markazimizda mana 1 yil davomida barcha fizioterapevtik muolajalarni o'tkazadigan asbob-uskunalar berishdi. Bu bizlar uchun juda ham yangilik bo'lib, juda ham butun poliklinikaga borib bemorlarimiz, mana sportsmenlarimiz ovora bo'lardi. Ertadan ketib to obedgacha vaqtda darsni o'tkazib borib kelardi. Hozir bunaqa yo'q, hammasi markazimizda o'zida mana qancha apparaturalarimizni hozir ko'rsatdim. Apparaturalar hammasi bor, hammasini o'zimiz vaqtiga qarab, mana darsi tugagandan keyin tanaffus vaqtida yoki sport trenirovkalarni boshlash vaqtida olib, muolajalarni olib, o'zini tiklash muolajalarini bajaryapti. Juda ham xursandmiz. Bu bizlar uchun, biz tibbiyot xodimlari uchun ham bu katta bir ham yangilik, ham imkoniyat. Bu yerda 6 ta apparatimiz bor, 6 xil UTT, lazeraterapiya, magnitoterapiya, limfa drenajlarimiz bor. Bu uskunalar asosan imkoniyat beradigan bu bolalarda, endi bu sportchilarimizda ko'pincha travma, shikastlanishlar, lat yeyishlar, zo'riqishlar muolaja qilish uchun yaxshi imkoniyatlarimiz bor. Muolajalarda asosan bu yerda travma dedim, paylarning cho'zilishi bo'ladimi bu yerda yoki mushaklarda og'riqlar bo'ladimi, yo mushaklarning o'zida nagruzkalar bo'ladimi, bularni nagruzkalarni olishga yoki bularning og'rig'ini olishga, qolaversa mushaklarni rivojlantirish uchun bu juda ham yaxshi imkoniyat bu asbob uskunalarimiz. Yana bir bor aytyapman, ana juda ham biz uchun bu yaxshi bir imtiyoz bo'ldi. Markaz mutasaddilarining ta'kidlashicha, tibbiyot xonasining foydalanishga topshirilishi yosh sportchilarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, ularning sog'lom rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va yuqori natijalarga erishish imkonini yanada oshirdi. Markaz kutubxonasi zamonaviy va turli yo'nalishdagi kitoblar bilan ta'minlangan. Bu sportchilar uchun nafaqat bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, balki bilimlarini kengaytirish va intellektual rivojlanishga hissa qo'shadi. Xonada sport va sog'lom turmush tarzi, tarix, ilm-fan va boshqa sohalar bo'yicha yangi nashrlar mavjud. Imkoniyatlarga qarab yildan yilga ham natijalarimiz oshib bormoqda. Mana hozir 465 nafar sportchi tahsil olayotgan bo'lsa markazimizda, shunda 25 tasi imkoniyat cheklangan sportchilar hisoblanadi. Imkoniyat cheklangan sportchilarimiz bor va 82 nafari shulardan qiz bolalar. Xabaringiz bor, 2025-yil Prezident Olimpiadasi tashkil etildi, musobaqalari. Bunda 10 ta olimpiya sport turi bo'yicha birinchi marta o'tkazildi. 2026-yilda 20 ta olimpiya sport turi bo'yicha o'tkazish rejalashtirildi. Bizlar hozir shu 20 ta sportga o'z jamoalarimizni shakllantirish uchun shu bosh murabbiylarimiz bilan birgalikda rejali asosda ishlarni olib bormoqdamiz. 2025-yilga Prezident Olimpiadasi shunda Buxoro viloyat sportchilari 4-o'rinni qo'lga kiritdi. Kelgusi 2026-yilda biz o'z xatolarimiz ustida ishlab, yuqori natijalarni, undan ham birinchi, ikkinchi o'rinlarni olishni reja qilib qo'yganmiz. Sport sohasiga berilayotgan imkoniyatlar uchun prezidentimizga minnatdorchilikni bildiramiz. Kelgusida butun faoliyatimizni O'zbekiston sportini rivojlantirishga qaratamiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, markazda yaratilgan zamonaviy sharoitlar, yuqori malakali murabbiylar va tibbiy qo'llab-quvvatlash tizimi birgalikda sportchilarning jismoniy va intellektual rivojlanishini ta'minlab, ularning kelajakdagi yutuqlari uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. Kelgusida ushbu markazdan yangidan yangi chempionlar yetishib chiqishiga ishonamiz.